yaxshi niyatlar to'ylarda uchrashib yuradi. Doim sog'-salomat bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz ustozlar va sinfdoshlar. Charchamashlaringiz sizlarni sog'-salomatlikda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Gapiramiz degan gap ko'p. To'g'risi juda xursand bo'ldik. Sizlarga katta rahmat. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik, totuvlik tilayman. Doimo yaxshi kunlaringizda birga bo'laylik. Yana bir bor tabriklayman. Hammalaringizni kirib kelgan qurboniyatlar bilan. Rahmat sizlarga. Ustoz. Qo'yibdi narsani aytishni o'tib o'zini so'radim. Yo'q, shu vaqtda Gulnor opamizni tug'ilgan kuni bugun. Sizlar bilan bizlar samimiy tabriklaymiz. Oilasini baxtiga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hozir mana shu uyda bir to'da mehmonlarni tashlab, sizlarni qiyolmasdan mana shu yerga o'tiribdi. Biz bundan juda xursand bo'lamiz. Rahmat. Shuni aytaman, boya eslashmoqda. O'zi aytmoqchi bo'lgan ekan, baribir Gulnor opa shu vaqtda sizni tavallud ayyomingiz bilan tabriklayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu farzandlaringiz baxtiga 100 yoshlarga kirib yuring. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Bugun biz sinfda rahbari Muhammad Yevani yubiley bor ekan, kursdoshlari bilan qatnasha olmayapti. Lekin qatnashganda edi, ikkalamiz o'tgan kunlarni aytib, rosa talashgan bo'larmidi, eslasanglar, shu A sinf bilan B sinf doimo ana shunaqa bo'lardi. Musharrafda birinchi sinf edi, men uchun uchinchi sinf edi. Rosa talashardik-da, bayramlarda ta'til o'tkazib, eslasanglar, musobaqalar o'tkazib. Gulnor opa sog' bo'ling, salomat bo'ling, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Yana bitta narsada o'quvchilarni o'qituvchiga nisbatan mas'uliyati shundaydir. Qaysidir bir xonadonga borganimizda qishlog'imizda Muborak degan qizimiz bor. Bu shuratga tushgan. Tusmurod Shuhrat oilasi. Uyga nimagadir borib qoldim. Meni quchoqlab yig'layapti. "Ma'lum duo qiling, o'g'lim operatsiya bo'lyapti Samarqandda." Ha, duo qilamiz. Nima yig'laysan? O'sha sinf rahbari bo'lganman-da o'sha qizga. O'shani nima qilib gapiryapti-da, endi o'sha bolamga duo qiling deyapti, shu operatsiyalar yaxshi chiqsin deyapti. Bu Nazarbekdan nima olmagan agasi. Jari sizlardan oldingi sinf rahbari bo'lganman deyapti. Shuning uchun mehr oqibatimiz ko'zlar bo'lmasin. Opa sizga uzoq umr tilaymiz. Bolalarning baxtiga, mana shu o'quvchilarimiz baxtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. 40-yilligida ham, 50-yilligida ham mana shu bizning safimizda hamma birga mana safimiz buzilmasdan ko'payishib o'tiraylik. Sog' bo'ling. Rahmat. Ana yaxshi katta qarsak Ustozlar ketib qolishadi, ustozlar. Mana shu ustozlarimizni o'yiga